Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun men sizlarga o'zbek adabiy fantastikasining asoschilaridan biri Tohir Malikning Falak qissasi haqida hikoya qilmoqchiman. Tohir Malikning bu qissasi 1975-yilda yozilgan. Qissada Temuriylar davri xususida hikoya qilinadi. Fantastik xarakterdagi asar o'tmish va bugun voqealaridan tashkil topgan. Qissada katta masalalar o'rtaga tashlangan. Muallif jaholatni qoralaydi. Undan kelib chiqadigan salbiy oqibatlarini ko'rsatadi. O'quvchini kurashga chorlaydi. Qissa markazida ilm-fanga oshno, izlanishga chanqoq yigit turadi. Uning ichki savollari, hayot mazmunini izlash jarayoni butun qissaning g'oyaviy asosini tashkil qiladi. Qahramon doimiy ravishda insonning taqdiri falakda yozilganmi, ilmning chegarasi bormi kabi savollar bilan kurashadi. Falak an'anaviy ma'noda personaj emas, lekin butun asar davomida alohida obraz sifatida namoyon bo'ladi. Men ham sizlarga, qadrli kitobxonlar, Tohir Malikning Falak qissasini o'qishingizni tavsiya qilaman.